Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 2026-yil 6-fevral holatida, mana bugun kunga yomg'ir yog'yapti. 6-fevral holatida ishlarimiz mana yuklanyapti. Yomg'ir yog'ishiga qaramasdan yuklayapti akalarimiz. Mehnatini qadrlab like bosib qo'ysalaring juda manfaatli bo'ladi biz uchun ham. Kimga mana shunday kачество, mana kачествосini ko'rib turibsizlar, sifatini, ranglarini, kimga shunday qishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Mana ushbu mashinamiz bittasi o'ziga boradi, ikkinchisi Ulug'nor tumani To'rtol qishlog'iga boradi. Kimga shu atrofdan ish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. 5 mingtalik, 10 mingtalik mashinalar. Xudo xolasa mana yangi ishlarimizni chiqarib qo'ydik. Ko'rib turibsizlar, mana salaqa yozib qo'ydik. Ishga zarar tegmasin deb. Xudo xolasa ishlarimiz pechatli ishlardan chiqyapti. 22 pechatda, keyin mana ko'rinib turgan bo'lsa, teshikli ish chiqyapti. O'zlaringning fikrlaringni bildirib qoldirsalaring yaxshi, teshikli bo'lgani yaxshimi yo teshikli bo'lmagani yaxshimi? Kommentda fikrlaringni kutib qolamiz. Keyin bizga manfaatli bo'ladi. Shunga qarab, mana teshigini yo o'zgartirish kerakmi, boshqa qilish kerakmi? O'zlaringning fikrlaringni bildirsalaring bo'ladi. Xudo xolasa mana ishlarimiz sifatini o'ta a'lo darajada. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. 5 mingtalik, 10 mingtalik mashinalarda bemalol aloqaga chiqishlari mumkin.